Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımıza başlayımız. Leksiya da Sırgacı Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslah 2023 yıl 8. ayının 15. günü hürmetli vatandaş. Haftaga seyşembe. Bugünkü vaziyetimizde neysak birinci bulup pulga qaraydigan emas, halkılık paytla televiziyasi yoki video film ishlash televiziyasi qo'ygan mavzuda agar Jungoning milliy daromadni ishlab chiqarish 2% atrofi to'xtab qoladigan bo'lsa yoki 2% atrofida o'rlaydigan bo'lsa, Jungoda bir necha 50 million yoshlar ishsiz qoladi deb ko'rsatdi vatandosh. Endi ikkinchi vaziyat nima desangiz, ikkinchi vaziyat Johnson so'zlayotdi vatandoshim. Nima deydi o'dan qo'ygan mavzuga qarab turing, qo'ygan mavzuga haqiqiy ma'nodagi yomon bir xabar. Jungo iqtisodi yomonlashning ahvoli hatto Mavzung davridagi cho'nsakrab ilgirlash davridagi iqtisodmi beter yomonlashdi. Hozir Beijing hükümeti o'zini o'ltirib olish xarakterlik tanlashga duch keldi. Bundan keyin xatarli vatandosh. Demak, u tavakkalchilik qiladi degan ma'no chiqadi bundan keyin. Uchinchi vaziyatdan muhimidan sezgir bir vaziyat. Hozir Amerika qo'rg'on kechiringlar, hozir Jumhur Xalq Cumhuriyatining Davlat Mudofaa ministri Li Shangfu Moskvada ziyorat 14-kunidan 19-kunigacha. Bu yil 4-ayning 16-kuni Li Shangfu Moskvani ziyorat qilib, Prezident Vladimir Putinni qabul qilishiga, Davlat Mudofaa ministri Sergey Shoyguning qabul qilishiga erishgan edi. Aradan 4 ay o'tdi. Nima ish bo'ldi vatandosh? Yana nima jiddiylik? Yana nima ehtiyoj? Biz buni muhokamaga qoldirib, agar xabarning o'zini, yozma xabarning o'zini avval sizlarga topshiraylik vatandoshlar. Nima signal? O aeroplanga o'ltirib Moskvaga yetib kelgandan keyin ondan bu to'g'rida xabar e'lon qilindi. Mavzuli xabar 8-ayning 14-kuni Fransiya xalqaro radiosida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Jungo munosabati tirkishayotgan, qarshilashayotgan bir paytda Jungo-Rossiya munosabati quyuqlashayotgan bu kunlarda yoki bir paytda Jungo Davlat Mudofaa ministri Li Shangfuning yana bir qatam Rossiyaga ziyorat kelishi ko'p taraflarning gumonini qo'zg'adi. Li Shangfuning birinchi qatam Rossiyani ziyorat qilishi o Davlat Mudofaa ministri bo'lib tayinlangandan keyinki bu yil 4-ayning 16-kuni edi. O Moskvada Rossiya Federatsiyasi Davlat Mudofaa ministri Sergey Shoygu bilan ko'rishgandan boshqa, ya'ni Kreml sarayida Prezident Vladimir Putinning dag'dug'liq kutib olishiga erishdi. Shu vaqtda Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin urush jinoyatiga chetilib, tutish to'g'risida Gaaga uqtirish e'lon qilib, uqtirish chiqarib, taxminan bir oycha vaqt o'tganda Moskvada Prezident Vladimir Putinning qabul qilishiga erishdi. Jungo Davlat Mudofaa ministri Li Shangfu Amerika imbor qilgan Li Shangfuning Moskvani ziyorat qilishi g'ayri bir ish edi. Li Shangfu bu qatam ziyoratida Rossiya bilan Jungo harbiy hamkorligini kuchaytirishga qasam berdi. Bu qatam qada. Rasmanmi shu? Ras shundaqmi vatandosh? Qarang,
Rusya Jungo hamkorligini, harbiy ishlar hamkorligini kuchaytirish to'g'risida qasam berdi debdi musho. Bugun 15 olsa 14. kunidagi ziyoratida qasam berdi. Dal 4 oy o'tganda Jungo davlat mudofaa ministri Li Shangfuni Moskvani ziyorat qildi. Bu nima uchun? Obzorchi Majid sizlar turistlar mashanshinmen. Majid Twitter'da mundaq mazdi. Birinchi Li Shangfu aeroplanga o'ltirib Moskva qarab uchqanda bu to'g'rida andin Jungo taraf xabar e'lon qildi. Ikkinchi Moskva Li Shangfu Moskvaga kelib yig'in qatnashishdan burun bu to'g'rida hech qanday xabar e'lon qilmadi. Üçüncü Li Shangfu Rusya Federatsiyasi davlat mudofaa ministri Sergey Shoigu bilan ko'rishgandan boshqa yana kim bilan ko'rishdi? Bu tarafa aniq emas. 8-oyning 14-kuni Li Shangfu Moskvaga qarab yo'lga chiqqanda Jungo davlat mudofaa ministrligi bayonot e'lon qilib bunda ko'rsatdi. Davlat mudofaa ministri Li Shangfu 8-oyning 14-kunida 19-kunigacha Moskvada ziyoratda bo'ldi. Bu ziyoratdan ochiq oshkora mavzusi Rossiya, Belarusya davlat mudofaa ministri Sergey Shoigu va Xelin. Belarusya davlat mudofaasi Xelinning taklifi bo'yicha Rossiya va Belarusiyani ziyorat qilib Moskvada xalqaro bexatarlik yig'inida qatnashdi. Li Shangfuning mushunda qisqa voqea tushida Beijing bilan Moskva o'rtasida qatirab yurganidan qaraganda Rossiya bilan maslahatlashib urush qilayotgan Rossiyaga ma'lum shaklda yordam beralamda qanda. Bu taraf izchil holda G'arb dunyosi diqqat qilayotgan bir nuqtada. Ukraina urush sababidan Rossiyaning Ukraina urushi sababidan Ukrainaning urush sababidan Rossiyaning vaziyati intayin og'ir. Jungo ham intayin og'ir ko'ngilsiz bir vaziyatga duch keldi. Amerika Jungo munosabati yomonlashib ketgandan boshqa eng muhim masala iqtisodning chekinishi va chet el kapitalining Jungodan chekinishi bo'lib qoldi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Jungo taraf dal mushu paytda G'arb bilan aloqa munosabatda bo'lishi kerak. Agar Rossiyaga yordam beradigan ish rost bo'ladigan bo'lsa, Jungo G'arbning qattiq jazolashiga uchraydi. G'arb dunyosining Jungodan ayrilib ketishi reallikqa aylanadi.